Qizlar mana ko'rayotganlarda hamma tovarlarni joylab oldik. Kichkina ограниченное количество olib keldik qizlar. Shunaqa full bodydan zakaz qildik. Buni modelning nomi Akbar va full body, ya'ni bemalol bizdan so'rasanglar bo'ladi. Ko'rayotganlarda ko'krak qismlari bor. Ko'krak qismida 3 ta mana bunaqa zastёжка bor qizlar. Ya'ni sizlarning ko'kraklar katta bo'ladimi, kichkina bo'ladimi, hamma razmeriga to'g'ri keladi. Ko'rayotganlarda mana bu joylarda ham qizlar shunaqa rastagivать qiladi. Ya'ni yelkalar, bo'ylar baland bo'lsa, eng kichkinasiga qo'yib olasizlar, eng kattasiga qo'yib olasizlar. Bo'ylar kichkina bo'lsa, eng kichkinasini qo'yib olasizlar. Eng e'tiborlarni tortinglar qizlar, qaranglar. Bel ingichkaligini qaranglar. Bu XS razmer, eng kichik razmer. Men shu razmerda kiyaman qizlar, zo'rg'a sig'aman. No, belni qaranglar, qanaqa kichkina, ya'ni aytmoqchiman, juda ham chiroyli qorninglarni, bellarni ozdirib beradi va juda ham chiroyli shaklga kirgizib beradi. Ko'rayotganlarda mana ko'kragi uchun spesial boshqacha mato qilingan, takже popa uchun spesial boshqa mato qilingan. Ko'rayotganlarda bu oyoqlar bilan ozdiradi, ya'ni full body qizlar. Ko'rayotganlarda mana bu teshikchasi bor qizlar, zamok